Yaxshimisilar do'stlar? Men Nazahat. Men sizlarga Yulduz turkumi to'g'riliq so'zlab beray. Baydan yaqi sir tutdim, isib ketib bu yo'l chiqib ketgan, hamda kechib ketdi, hozir uy qaytdim, hamda qolganini uyda tugtay. Sumbula Yulduz turkumi. Ya'ni 8-oyning 23-dan 9-oyning 22-sigacha tug'ilganlar. Yupiter sizning 10-xonangizda. 10-xona degan nima? Hamda 10-xonaning alayligi hayotni bir baldaq yuqori ko'tarish. Masalan, xizmatda o'sish, oliy maktabga o'tish, musobaqada natija qozonish, yoki o'zingiz boshliq bo'lish, yoki to'y qilish, bolaliq bo'lish degandek hayotingizni bir bat o'raydigan, bir baldaq yuqori ko'tariladigan, chavaki noil bo'ladigan bir ishlar. Shunga munosabatlik. Shunlashqa bu 10-xona ham sizningki tirishchanligingiz orqali barliq kelgan bir ishlar hisoblanadi. Shunlashqa 10-xona tayyorligi bor, iqtidori bor, tirishqan ham oldin ko'rarlarga intayin yaxshi bir xona. Demek deymiz-ku, fursat tayyorligi bolaga mansub degan. Shu 10-xona naq tushdi bu shuningga. Endi xizmat jihatdan apesaq siz xizmatda ma'lum bir ishni tamomlagan bo'lsangiz yoki ma'lum bir o'qishni tamomlagan bo'lsangiz, bilim oshirishni tamomlagan bo'lsangiz, balki sizniki amalingiz yoki kirimingiz o'sishi mumkin. Ana siz o'zingizdan amaliy yoki iqtidoriy yoki mayli axloq iqtidori bo'lsin, nima jihatdan o'zingizdan bir qadar yuqori bo'lgan kishilardan paranglashishdan qat'iy qochmang. Aqan siz besimis qilsangizmi, cho'qim paranglashishdan qochmang. Chunki ular bilan paranglash orqali siz o'zingiz balkim yaxshi bir ular bilan bunday paranglish bilan balkim siz bir o'zingizga bir ular sizga bir aniq bir ko'rsatib bermasmi, sizga bir yo'l ichib berish mumkin. Sizning qo'lingiz bir yo'l ichilishi mumkin. Bir narsani bunda qilsam bo'ldi ekan ku deyishingiz mumkin. Balkim ularning og'zidan bir narsa chiqib ketishi mumkin. Shular bilan asli bunda qildi ekan degan bir ideyaga kelishingiz mumkin. Shunlashqa qancha besimis qilsangizmi, o'zingizdan yuqori kishilar bilan paranglashishdan yanmang. Hem sizningki bir masalan kichik to'r savdolaringiz yoki yayimlaringiz deganda kichikgina bir ishlaringiz bo'lsa, uni cho'ngaytib do'kon yoki shirkat qilishingiz mumkin. Agar siz o'quvchi bo'lsangiz, imtihon tayyorlayotgan bo'lsangiz, imtihon bermoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizning kamida kishilik yulduz taqsingizga qarshingiz to'g'ri keldi. Shundaqdimi yana shu 1 yilning ichida Sumbula Yulduz turkumidagi sizga nisbatan imtihonda siz tayyorlagan yerdan chiqish ehtimolligi bek cho'ng. Siz o'quvchi bo'lsangiz bo'lmasangiz, ishqib kasbingizga munosabatli bo'lsin bo'lmasin, hamda oldingizga bir musobaqa yoki bir yengadigan mundaq bir yoki bir qo'lingizga bir isbot beradigan mundaq ishlar bo'lsa, hargiz qochmang, shuni sinab beqing. Balkim siz talantingizni boshqa yerdan his qilishingiz mumkin, yoki siz o'ylamagan yerdan shuni natija qilishingiz mumkin, yoki sizningki masalan xizmat izlayotgan bo'lsangiz, shu xizmatga keladigan bir masalan siz bir tilni obdan bilasiz, u tildan siz kundadagidek ishlatasiz, aloqa qilasiz, lekin uningda imtihon berib boqmadingiz. Lekin mushu yaqinda imtihon berib boqsangiz, uningdan natija olsangiz, balkim siz xizmat izlayotgan bo'lsangiz, balkim uningdan siz bir narsangizni ko'rsagan narsangiz ortiq bo'ladi degan gap, xizmatga erishgan fursat yuqori bo'ladi degan gap. Til bo'lsin yoki siz kod yoza olasiz degandek, shundan siz biladigan, lekin bundan bir narsa apaqmagan bir diplom degandek yoki bir isbot degandek narsalarni apaqmagan bo'lsangiz, cho'qim qilib beqing. Navada sizningki tayyorligingiz yo'q bo'lsa, hech qanday siz o'zingizni qo'yib berdingiz, o'tgan yilning yoki necha vaqtni yoki o'zingizni qo'yib berdingiz, karvatda telefonda o'ynab boshqa hech nima qilmadingiz. Faqatlab hech nimaga tayyorligingiz bo'lmagan bo'lsa, hozir o'rgansangiz bo'ldi. Sizdan yana o'sha kilayli 6-oyning 10-gacha vaqtingiz bor. Kilayli 6-oyning 10-gacha. Shunlashqa masalan qisqa muddatli kurslarga kirib bir narsani olsangiz, masalanki hozir Python kodiyasi 6 oy bitayli bo'ldi, 6 oyda yozib bo'ldi bo'ldi. Shunda bir narsa olsangiz bo'ldi. Evlib yoki siz masalanki inglizchani burun boshlab qo'yib tashlab qo'ygan bo'lsangiz, biza qo'lingiz biza qolib qolgan bo'lsa, o'rgansiz bo'ldi. O'rganib andan keyin nechadagi imtihon bersangiz yana o'lgira olasiz degan bu 1 yilning ichida bir muncha ishni qilayotgan bo'ldi. Demak, g'alba kilayli o'tirg'icha fursatni ching tutganlarga, tirishchanlarga mansub. Ya oldin ko'rarlarga mansub. Agar to'y qilishni o'ylashayotgan bo'lsangiz yoki bolliq bo'lishni o'ylashayotgan bo'lsangiz, bu yil fursatni ching tutsangiz bo'ldi. Bu yana o'xshashlagan kishilarni bir baldaq yuqori ko'tarilgan ish. Navoda to'y qilmoqchi bo'lsangiz, sizning hozirgi tunishtirgan adamingiz bo'lmasa, cho'nglarningki yoki boshliqingizning sizga tunishtirgan kishilardan qochmang eng yaxshisi, balkim ularning tunishtirgani qarmaqamda qaraq turgani bilan amaliyot sizga to'g'ri bo'lishi mumkin. Yoki balkim siz o'zingizdan sal yish cho'ngroq, balkim biologiyalik yishi siz bilan sizdan kichikroq yoki siz bilan tang bo'lsa-mi, yana kallasi ishlaydigan, aqlliq, o'zini tutib olgan odamga uchrashingiz mumkin. Hamda cho'nglar navrlik bo'laman deb oldirab ketib qolgan cho'nglar balkim bu yil navrlik bo'lib qolishinglar mumkin. Agar bu cho'nglarning yulduzi Sumbula Yulduz turkumi bo'lsa. Agar yana birsiga sizning jo'ringiz yoki sizning xizmatingiz yoki sizning kasbingiz sizga mos kelmaganligini his qilgan bo'lsangiz, uzundan beri buni o'ylashayotgan bo'lsangiz, hozir qo'l uzingiz bo'ldi. Qo'l uzish deganlik, gamin tugutish deganlik emas.
Sizdə qandaylık qılsanız, sizdə bir təcrübə qaldı degan gap. Yangidan başlay alaysiz. Endi Sumbula yulduzluqlarınki bir alayligi endi qanadaymiz Sumbula yulduzluqlar endi inchki yerlarga tang pek isilib oldi Sumbula yulduzluqlar masalanki qanadaymiz. Çokum mında bo'lmaslik kerak, çokum aşı tang bo'lish kerak degandekcho, shundoq o'zini aşı zo'lab bo'lsa-mu, aşı bir narsalarni o'rniga keltiradigan mundaq atdi bor. Yomisi bir masalanki bir shundoq yaxshi chiroyli tortni akasa oldiga, o'sha tortninki ustidagi bir kichkina bir burchigi mundaq olib ketgan yerlarga qarab, mush mundaq bo'lmay butuluq olib ketgan bo'lsa-chu deydigan mundaq ati bo'lishi mumkin yoki kichik ishlardan qusur chiqarganda. Ma gapni yezib qo'ysam bo'pti-ku, men kompyuterimga qusurchi deymizmi? Sumbula yulduzluqlar qusurchi keldi. Lekin bu 10-xona endi siz cho'ng atlaydigan o'zingizni bir baldaq emas, balkim necha baldaq yuqori ko'tariladigan bir hayotingizni yan bir bat o'raydigan ish bo'lg'achqa, siz kichik ishlarga aralashib olmang, esilib olmang. Ushshaq gap qilmang. Eng yaxshisi bir narsalarni yemda ushshaq gap qilmang. Masalan, siz bilan hamkorlashishni o'ylashayotgan bir kishi bo'lsa, masalan, siz bu ushshaq kelib qusur izsangiz, siz u sizga yordam bergili kelgandim yoki balkim shuni bilan bir mushu proyektni chiqarish uchun siz mushu balkim boshqalarning yordamiga muhtoj bo'lishingiz mumkin yoki siz muhtoj bo'lmayman degan taqdirda sizlar boshqalar sizning ixtiyoringizga qarab sizga bir yordam berish mumkin. Siz lekin ularning bergan yordamini qilib tursangiz yoki yaratmaganda gaplarni qilsangiz u chog'da siz balkim bir oynacha tugitadigan ishingizni 10 oyda tugatishingiz mumkin. Shunlashqa ushshaq gap qilmang. İnchki yerlarga kirishib olmay cho'ng atlang demoqchi. 10-xona cho'ng atlaydigan xona. Atrofingizdagi kishilarga baho berishdan saqlaning. Chunki ko'zingizga boshqa yulduz turkumiga qaraganda Sumbula yulduz turkumidagilarning ko'ziga bir kichik yo'g'on tushuk bo'lib ko'rinadi. Ham og'izdan shu kichik yo'g'on tushukdek chiqadi. Shunga ushshaq qilishdan saqlaning. Ortiqlikqa boshqalarga baho berishdan saqlaning. Demoqchi bo'lganim, cho'ng yerdan ishlab, cho'ng ilgirlang. Albatta, yasinishga kelgan chog'da cho'ng ishlarning cho'ngligi bo'ldi. Masalan, siz bir kasbiy ishlarni qilayotgan bo'lsangiz yoki bir yerga imtihon berayotgan bo'lsangiz, yurishtirishingizga diqqat qilmasangiz bo'lmaydi. Shunlashqa balkim siz burun o'zingizningki xohishi bo'yicha kiyim kiygan bo'lishingiz mumkin, lekin siz endi 10-xona kirgandan keyin siz cho'qim shu kasbingizga loyiq kiyishingiz kerak. Salmoq, latopatli ko'rsatadigan kiyimlarni kiying. Endi sizni qiyir chiroy bo'ling deganlik emas, endi shu o'zingizning kasbingizga tushsa, latopatingizni bədəninizin çiraylıq göstərilsə, şu boldu, girməniz bakız bolsun. Markalıq nəslərini işiltən, əmdi, məsələn, birisi bilən soğutuqluq paranlaşdınız deyili. Soğutuqluq paranlaşdığınızda vaxtınızda qimmat bağlıq saatınız bilən dəq otasınız. Bunlar çoğun yerlərdən düşələydik, ədəb siz bilən bəlkim toxtamını işləyərək qoyuş mümkün, şunaq qoy.